أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا. عبيدك يا إله الناس غاو وليس سواك يمنحني هدايا. أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا. Allohning fazli bilan biz hanuz chodirlar o'rnatish loyihasini davom ettirmoqdamiz. Bu ketma-ket o'rnatilayotgan 5-chodir bo'lib, bu bizning ozod etilgan mahbus birodarimiz uchun o'rnatilmoqda. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Alloh yassalmak. Alloh yarda alayk. Bu chodir G'azo shimolidagi ko'chirilgan oilalar uchun Imom Buxoriy vaqfi tomonidan taqdim etilgan yordamdir. Kull al-ihtirom va baqaddim. Ularga bo'lgan hurmatimiz cheksizdir. Ushbu saxovatli yordami uchun ularni chin dildan minnatdorchilik bilan eslaymiz. Men 2023-yil dekabr oyida hibsga olinib, 2025-yil oktyabr oyida ozod etildim. Chiqqanimda na o'zimga, na oilamga boshpana topa olmadim. Holimdan so'rab, yordam qo'lini cho'zadigan insonim ham yo'q edi. Shu sababli menga ko'mak bergan, yordam qilgan va ushbu xayrli ishda qatnashgan barcha birodarlarimizga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Alloh ularga baraka bersin. Ularning amallarini qabul qilsin. Alhamdulillah. Alloh yassalmak.